Assalomu alaykum qushsevar ishqibozlar. Xo'p, xohlasa Alloh nasib qilsa, ko'pchilik birodarlarimiz iltimosi bilan o'zimiz bilgan neradoshka qushiga oid bilimlarimizni, bilgan ilmlarimizni Xudo xohlasa bo'lishlikka qaror qildik. Shunga shaxsan o'zimni blogimni yurgizishlikni niyat qildim, Alloh nasib qilsa. Endi o'zlaring bilasizlar, birinchi boshlanishligida har bitta narsani hech nima mukammal bo'lmaydi. Shunga o'ziga yarasha bir kamchiliklar bo'lishi mumkin. Bir gapimizda, bir videoga olishlik bir jarayonida oldindan bir uzrini so'rayman. Alloh nasib qilsa, qo'ldan kelgancha o'zim bilgan qushni boqishlikda sir sanoati deydimi, bir ilmi deydimi, shunga yarasha shuni bir do'stlarimiz bilan bo'lishlikda niyat qildim. Alloh nasib qilsa, haqqimizga duoda bo'lib turasizlar. Qo'ldan kelgancha nimani o'rgatishga harakat qilamiz. To'g'ri, bizda o'zimizga yarasha bir kamchiliklarimiz bor. Lekin Allohga shukr, 5 yil bo'lib qolgan bo'lsa mana, 5 yil ichida o'ziga yarasha ko'p narsa boshimizdan o'tdi. Shu narsani biz qilgan xatolarni yangi boqayotgan qush ishqibozlari shu narsaga duch kelishmasin, cho'ntaklariga ziyon bo'lmasin degan maqsadda shu Xudo xohlasa blogda yurishlikni niyat qildim. Bir kamchiliklar bo'lsa, bir savollar bo'lsa, Xudo xohlasa komment yozib qoldirsa, imkon qadar to'g'rilashga harakat qilamiz. Savollar bo'ladigan bo'lsa, shunga agar bizning ilmimiz yetsa, bir haqiqatan ham bir tajribamizdan o'tgan bo'lsa, Alloh nasib qilsa, sizlar bilan bo'lishamiz. Xo'p, birinchi o'rinda Xudo xohlasa bir odam bitta narsani yig'ishdan oldin o'ziga bir tartib qo'yib olishlik kerak. Alloh nasib qilsa, birinchi o'rinda sizlarga bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotim qush boqishlik to'g'risida aytadigan narsamiz neradoshka qushiga oid bo'ladi. Hozir meni o'zi qushxonamda asosan pashti bir 99% neradoshka qushiga oid. Neradoshka qushi boqaman xolos. Shunga kimda qanaqa bir savollar bo'ladigan bo'lsa, Alloh nasib qilsa inobatga olamiz. Endi nimadan boshlaymiz birinchi? Birinchi boshlaydigan narsamiz Xudo xohlasa qushni boquvdan deyapmiz. Takliflar bo'ladigan bo'lsa, aytsalar yaxshi bo'ladi-yu, lekin xo'p, birinchi o'rinda qiladigan ishimiz Alloh nasib qilsa qushni qanaqasini olish kerak, qanaqasini boqishlik kerak. Xo'p, don deymizmi, vitaminlardan deymizmi? Birinchi o'rinda qush boqishlikda birinchi o'rinda qushni to'g'ri tanlab bilishlik. Qushni qanday to'g'ri tanlab bilamiz desak, qushni yoshiga yetganmi, yo yetmaganmi, haqiqiy nar modami. Xo'p, nar modalga yana bir nima berib ketsak, bilmaganlar bo'lsa, nar erkak hisoblanadi, modasi ayol hisoblanadi. Xo'p, shunga shuni aniq bilishlik, yoki bahallari rabochi paralar bo'ladi. Rabochi paralar ishlagan para deylik. Ishlagan paralar bo'ladi. U ishlagan deganda tuxum qo'yib, bola ochgan. Ko'pchilik misol uchun deylik, ishlagan para deb turib, misol uchun faqatgina tuxum qo'yganini hisoblaydi. Lekin tuxumiga urug' o'tganmi? Misol uchun deylik, qushlarda har bitta narsani o'zini etapi bo'ladi. Misol uchun deylik, qushni birinchi o'rinda yoshiga yetkazib olishlik. U tuxum qo'yadi. Tuxum qo'ygandan keyin Alloh bersa, uni urug' o'tishligi, tuxumdan ochib chiqishligi bu eng katta bitta etaplardan bittasi. Tuxumni ochib chiqib olishligi. Ana undan keyingi etaplari, misol uchun deylik, qushni bolani qanaqa boqishligi. Misol uchun bitta mamashalar bo'ladi, yaxshi qushlar bo'ladi, bolani o'ta zo'r boqib boradi. Bahalgi qushlar bo'ladi, boqishligi o'ta sust. Misol uchun deylik, bitta ikkita bolani zo'rg'a boqadi. Bitta ikkita misol uchun yaxshi qushlar bo'ladi, modalar bo'ladi, u o'ta bolani 7 ta 8 tagacha boqaveradi. Shunga aytmoqchi bo'lgan narsamki, birinchi o'rinda qush tanlashlikda misol uchun deylik, to'g'ri tanlab bo'lish kerak. Shunga nima desam bo'ladi? Ishonchli joydan olishlik, o'ziga yarasha bu qushlarda ham kasallik degan narsa bo'ladi. Misol uchun deylik, bularni jinsini bilishlik o'ziga yarasha o'ta bir sal qiyinroq narsa. Misol uchun vilkadan ko'rib turib, qushni chotini orasida vilkasiga qarab turib, keyin vilkasi salgina kengroq bo'lsa, moda deyiladi, yo sal torroq bo'lsa, nar deyiladi.
shunga aytmoqchimanki, bu narsa faqatgina bir 90-95% aniqlashlik mumkin. Balkim bir xillari o'zimizda holatlar bo'lgan, vilkasi o'ta tor, yopishib qolgan, haqiqatdan 99% nar degan qushlarimiz moda bo'lib chiqib ketgan. Misol uchun vilkalari ancha keng bo'lib, misol uchun tuxum qo'ygan qushga o'xshab turib, tuxum qo'ygan qushga o'xshaydi, lekin nar bo'lib chiqqan qushlar rosa ko'p. Shunga aytmoqchi bo'lgan narsamki, nima desam bo'ladi? Qush tanlashlikda, qushni tanlashlikda, juplashlikda adashmaslik kerak odam. Keyin misol uchun deylik, odam o'ziga maqsad qo'yib olish kerak. Qanday maqsad? Misol uchun men qanaqa qush boqaman? U qushni olganimdan keyin misol uchun deylik, kelajakda qanaqa qush chiqarsa bo'ladi? Xudo xolasa, qo'limizdan kelgancha, xudo xolasa ustozlar bilan yana bir maslahatlashib, mutasaddilarni ham tushuntirib o'tishlik xudo xolasa niyat qilganmiz. Alloh nasib qilsa, qani Xudodan so'rab turibmiz. Hozirchalik shu. Alloh nasib qilsa, bu boshlanishligi. Sekin-sekin xudo xohlasa qushga qanaqa don berish kerak, qushga qanaqa paytda qanaqa vitamin berish kerak, qush bolalaganda qanaqa don berish kerak, bolalashidan oldin qanaqa don berish kerak. Shu narsalarni ham xudo xohlasa imkon qadar nasib bo'lib qolsa bo'lishlikka harakat qilaman. Xudo xohlasa bir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzrini yana bir marta so'rayman. Bu boshlanishi duo qilib turasizlar haqqimizga. Mayli, xudo xohlasa nasib bo'lib qolsa yana yaxshilikda ko'rishaylik. Bir haftada bir martami keyin bo'lganda ham hech bo'lmasa bittadan video qilganimizda ham ancha ilm bo'lib qoladi ko'pchilikka. Alloh nasib qilsa yana ko'rishguncha salomat bo'ling.